yigitlardan ko'ra qizlarni ko'proq buzyapti Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Facebook, internet. Nimaga? Biz degan metani hissiyot ustiga qurganmiz degan. Insonni hissiyoti bilan o'ynashadi ular. Endi ayol kishi hissiyot ustiga qurilgan. Ayol hissiyotdan iborat. Shuning uchun tez yig'laydi, tez kuladi, tez xafa bo'lib qoladi, nozik xilqat, nozik tabiat. Ko'rgan narsasini haqiqat deb o'ylab qoladi. Yashang. Kishi biroz o'ylab turib, eng xavfli tomoni. Olaylik, bitta ikkita yolg'onda kam er-xotin Instagramga blogerlar chiqib olib, ikkita nodon, ahmoq, esi yo'q xotiniga homilador bo'lganligi uchun mashina podarka qilyapti. Yoki sevgan qiziga 300 ta atirgul bilan bitta gelikni kalitini, u hammasi arenda ularda. Olib borib beryapti. Tagiga yozib qo'yibdi, bo'lmasa falonchi gullar do'koni va falonchi avtosalon bilan kollaboratsiya qilingan. Gelik avtosalonniki, gullar gul magazinniki. Bular rol o'ynab beryapti. Shu narsani yigit bilan qiz qanday ko'radi? Qarang, eksperiment. Juda men nima ko'rib hayratga qoldim-da, qarang. Yigit unga qarab, bo'lmagan gap deb o'tkazib o'ryapti. Qiz voy deb yig'lab ko'ryapti-da. Qani menga ham nasib qilsin deb. Ijtimoiy tarmoqlar chiqib keng ommalashgandan keyin qizlarning manhaji, mezoni butunlay o'zgarib ketdi.